bir qatim tok qaçılsak 1032 km yol yürüyələydi. Nice. Yaxşınızlar dostlar, bugün yana devletimizin sap topluk maşinasını minib geldim. Bu maşının ki markası belki maşının özünü sizler belki kör bakmak olsun mümkün. Maşının markası olsa Jika sap topluk maşina. Bir qatim tok qaçılsak en tövendegeni 546 km, yukarısı 1033 km. Cəmi 4 xil nüsxası bazar senin de iki çaqlardırgan, 4 çaqlardırgan. Bugün sizler getkenimiz olsa şu 4 çaqlardırgan siz jüvense ya. Maşındaki taşqi günüsünü qaraydigan bolsa, asas cəhətdən şu sizler bir qədər yaxşı gördügan Linka degan maşinaga asas cəhətdən oxşab qaldı. Mənim marka cəhətdən bolsun, taşqi layihə cəhətdən bolsun, işki layihə cəhətdən bolsun, nəhayət oxşab ketgan. Endi bu maşinninki şu ortiqçılığı nima degan vaqtda maşinninki iqtidor cəhətdən hech qandaq bir mushinchilik bir iqtidorga qat'iy zavod tarafdan gerilik qilmagan. Barliq iqtidorning hammani bakali qalat qilyapti. Masalan, bu nima degan vaqtda shu telefonni simsiz zaryadlash iqtidori deymiz. Undan boshqa mashinning ichidagi bo'lgan ishik barmoq endi odatda iqtidorlar uchun ama dioperiya ishik barmoq bilan o'tilish, yiroqdan qo'zg'atish, yiroqdan kontrol qilish, hattoki shu yiroqdan mashinning eshigini echish, taqash, diagonallardan tortib butun holat kontrol qilingan. Undan boshqa mashina avtomatik holatda tinchorchani akirish, avtomatik tormozlash degandek bizga lozimlik bo'lgan va yoki lozimlik bo'lmaydigan ishiltalaydigan, ishiltamaydigan iqtidorning hammasi to'liq sarflangan. Mashinninki uzunlik bo'lsa 5 metrga yaqinlashadi, kengligi 2 metr, u qanaq bo'lsa 3 metrdan oshadi. Demak, mashinniki ichki bo'shlig'i bir qadar ozoda, nihoyat rohat holatda loyihalangan. Mashinniki biz eng ko'ngli bo'lgan bir mashina, ammo bu mashina chiroyli ekan, to'qmi nihoyat uzun yedirgan, shu xonasi bo'lgan. Mashina sotilish bahsi bo'lsa, eng tövündeki 300 ming yerdan boshlanadi, yuqorisi 400 mingdan oshadi. Agar texnik ko'p yangi mashina uchullarini xaridor bo'lasiz,